Do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, bugun 2026-yil 17-iyun kuni ertalab soat 9 yo'llar Jizzax viloyati Zafarobod tumanining Pistalikent mahalla fuqarolar yig'ini ekan. Ya'ni oldingi Temiriyazov mahalla fuqarolar yig'iniga qarab boryapmiz. Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini orqali o'tdi. Mana bu yo'llarda bu beton yo'llarni ko'rib men hayron qoldim, lol qoldim. Nahotki shu oroliq qishloqlarga shu darajada tekis ravon beton yo'llar qilindi debdan. Bu ta'jiblanar joyi yo'q. Shavkat Miromonovichning prezident boshimizning olib borayotgan odilona islohotlarining mevasi mana. Hech kutilmaganda men kelyapman, bu yo'lni ko'rib mana Pistalikentga chiqamiz, oldimiz esa bu Temiriyazov Pistalikent tog'lari. Shuning uchun mana bu joylarda bu yog'i Pistalikentga kelganmiz mahallaga. Chap qo'l tarafimiz Jizzax, o'ng qo'l tarafimiz esa 31-sovxoz bu yorqinmi qaysi qishloq fuqarolar Hamid Olimjon. Shuning uchun efirlarimiz davom etadi. Aha, hormangizlar. Zo'rmi? Bu yo'llaringiz muborak bo'lsin. Qanday bo'ldi yo'llaringiz? Original. Bu kutilmaganda bu Dubayda yurganda yuryapman. Qachon ishga tushdi bu yo'llaringiz? Ancha bo'ldi ya? Ancha bo'ldi. Necha yil bo'ldi? Yo'q, yil emas. 10 kun bo'ldimi? 10 kun. Beton quydimi, plita yotqizdimi? Beton. Beton. Bo'ldi. Zo'r bo'pti. Men kutilmagan bu tinchlik, bu yo'llar oldin ahvoli qanday edi? Qiyin edi, juda qiyin bo'ldi. Traktorda ham yurish qiyin bo'lgan. Mana shu sayz vaqt qurilgan bu yo'l. Shundan keyin remont bo'lmagan, yaqinda bo'ldi. Buni nimaning mevasi deb o'ylaysiz? Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich islohot mevasimi? Prezidentimizning islohoti. Bu Jizzax viloyat hokimimizni ham, hokimimizni Ulug'bek Mo'llanovichning rahmat hammasiga. Hammasiga rahmat. Sog' bo'lingizlar. Mana o'sha maqtayotgan yo'limiz. Qarangizlar. Nihoyatda chiroyli, tekis, ravon bo'libdi. Mana bu tomonda Zafarobodlik fermerlar o'sha bug'doylarni o'rib olib bo'lgan. Bu tomonda esa tekis, ravon yo'llar Zafarobod tumani. Pistalikent Temiriyazovdan haliga tinchlikka ketyapti. Dal to'xtaymi, tinchlik qoladimi? Tinchlikka ketyapti. Ichimlik suvmi? Ha, Mana ko'ringizlar, bu do'stlar, mana bu chiroyli bu beton yo'lning yonidan mana bu Tinchlik mahallasiga qarab men ichimlik suv trubalarda boryapti mana. Chiroyli yo'l, tekis yo'llar va shirin ichimlik suvi Temiriyazovdan Tinchlikka. Qani yaxshimisizlar, hormanglar akajon? Qani buni betonni quydilaringmi? Nima bo'ldi bu yog'i? Yo. Xudo xolasa melkitezeklar bilan beton quyish ishlari qoldi. Beton quyish necha kilometr edi? Beton quyishdi. Proyektimiz 7 kilometrga joylashgan, 3,5 kilometr bu yoqqa qarashamiz, 3,5 qayerda. Voy, ko'r, nihoyatda zo'r yo'l bo'libdi. Loyiha qiymati qancha? Bizdan xabarim yo'q. Mana nihoyatda betonni quydilaringmi shunda? Mana ko'ringizlar vatandoshlarim, mana yoriqlarga qalinligi qancha qo'ygan? Qalinligi 19 joylangan 19 ta. Bunaqa 5 ta ankeri bor. Qanday zo'r, qanday chiroyli, qanday chiroyli. Mana oralariga mana ko'ringizlar, beton quyib chiqyapti, beton. Mana zo'rmi? Mana ko'ringiz betonda mana. Betonda orasi to'ldirib chiqyapti. Mana beton quyilgan orasiga mana. Orasiga beton quyilgan. Mana yana orasi. Do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Voy, молодец. Nihoyatda zo'r ishlar qilyapsizlar ekan. Mana. Saqishni eritib qo'yapti mana. Havoling bo'lsin. Ustojon. Ichida qancha saqich bor buning uka? Qancha saqichi bor buning ichida? 14 ta boshga ketadi, 14,5 kilodan bittasi mana ochib solinadi. 180 gradus eriydi. 180 gradusda. Oho. 180 gradusda qilinadi. Mana ko'ringizlar. Pistalikent Temiriyazovdan
tinchlikdan pistalikka temiryo'lga qarab shunaqami? Ha, temiryo'l o'tishni pistalikka. Ha, qishlog'ida qilayotgan mana islohotlar, yurtboshimizning qilayotgan mana yo'lsozlikka mana bitumda ham olinyapti, mana bitum mana. Saqich. Voy, молодец. Necha kilo chiqadi bu ukajon bu? 14 15 kilo tash solar ekan, mana solayapti. Voy. Mana solayapti, mana ko'ringizlar. Bu eriydi bu. Haloling bo'lsin. Haloling bo'lsin mana. Mana eng Zafarobodda mana chekka qishloqlarda qilinayotgan prezidentimizning islohotlari mana. Bu yo'llar tush bo'lgan, tush. Traktor zo'rg'a yurgan, traktor. Shuning uchun mana qishloqlarda qilinayotgan zo'r beton yo'llar. Mana Tinchlik qishlog'idan Zafarobod tuman qilib ketish yo'llari mana. Tekis beton yo'llar. Bu yo'llarda Tinchlik xalqi 36 yildan beri orzu qilgan. Undan oldin ham yurib bo'lmas. 50 yil oldin qilingan yo'llar tashlandi, xarob ahvolga kelgan edi, yurib bo'lmas yo'llar edi. Mana bugunga kelib esa yurtboshimiz Shavkat Miromonovning islohotlari amalga oshayotgan bir paytda mana Tinchlik qishlog'i bilan bu Pistalikni temiryo'lni bog'lovchi tekis ravon 7 kilometrlik bu beton yo'l ishga tushdi, mana ko'ringizlar. Buni havas qilsa arzulik nihoyatda tekis ravon yo'llar. Shuning uchun ko'ringizlar, izohlar, fikrlar yozingizlar. Mana islohot sizlarga. Kim o'ylagandi mana shu yo'llarda Dubaydagi deyman shu tekis ravon beton yo'llar bo'ladi deb. Bu taraflari esa Tinchlik fermerlarining paxtalari, yonida esa g'allalari va tomchilatib sug'orish uskunalari. Mana beton yo'l chiqib bu 31-safhoz Zafarobod paxtakor yo'liga borib ushlashadi. Shuning uchun mana qishloq joylarda ham shunday tekis ravon yo'llar foydalanishga topshirilgan. Eng asosiy beton, bu yo'l nihoyatda uzoq vaqt xizmat qiladi. Shuning uchun bu yo'llarni sizlarga ko'rsataman deb efirlar qilmoqdaman do'stlarim. Mana Tinchlik qishlog'i Zafarobod tumanining Hamid Olimjon Zafarobod yo'llari yaqin kunlargacha, yaqin yillargacha yurib bo'lmas, qarovsiz, chuqurlarga boy, tashlandiq yo'llarga aylangan edi. Mana yurtboshimizning islohotlari bilan ko'ringizlar qanday tekis va ravon yo'llar yangilangan. Zafarobod tumanida bu ishlarga ham davlat byudjetining nihoyatda katta 100 milliard so'mdan mablag'lar ajratilgan. Yurtboshimizning islohotlari mana shu tekis va ravon yo'llarda ham ko'rsak yaxshi bo'ladi. Shuning uchun sizlar ham ko'ringizlar, bu yo'llarning ahvolini, oldingi ahvolni hamma biladi va hozirgi 2026-yildagi ahvoli mana nihoyatda tekis, yangidan qurilgan yo'llar ishga tushirilibdi.